Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 16-darsning muzokarasini qilamiz. Bizning bugungi dars nihoyatda mazmuni ixcham dars. Bugungi darsda shu asosliq, ya'ni ilgirki soatdagi grammatika bo'lgan kishilik almashishlar bilan fe'llarningki 3-shaxs, 2-shaxs, 1-shaxs kelishlik shakllari so'zlangan. Undan boshqa sizlarga yangi bo'lgan, o'rgatmoqchi bo'lgan grammatikalik mazmun qaysi deganda, bu sizlarga yangi qoida, diqqat. Aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlikka muomala qilgandek muomala qilamiz. Bu bir qoida. Bu yerda nerasi keraklar demak, aqlsiz deyishimizning sababi chunki nerasi keraklar deb qo'ysak, hayvonlarni o'z chiqolmaydi, ishit mushuk deganga o'xshash hayvonlarni o'z chiqolmaydi. Mayli nerasi kerak bo'lsin, mayli ishit mushukka o'xshash jonliq bo'lsin, aqlsizdan bo'ladi ekan. Buning ko'pligiga ko'plik shaklda emas, ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Qanday edi shunda muomala qilamiz deganda, har qanday muomala qildiq edi. Masalan, hozir sizlar ko'rgandek, biz bir uni ko'rsatmoqchi bo'lsak, yoki suhbatlamoqchi bo'lsak, yoki uni xabar qilmoqchi bo'lsak, yoki uni mubtada qilmoqchi bo'lsakmi, shu bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, birinchi misol qarasanglar, hadihi sayyaratu jamilatun. Bu mashina chiroyli deb bir dona mashinani ko'rsatdik. Bu yerdagi hadihi birlik shaklda, ayollik shaklda. Chunki bu yerda biz ko'rsatmoqchi bo'lgan as-sayyaratu, ya'ni hazaninki badali izohlovchisi nima? Ayollik birlik shaklda. Bu qoida bo'yicha, birlik bo'lgan vaqtda qoida bo'yicha. Jamilatun degan bu xabarmi birlik shaklda keldi. Endi bu sayyarat degan bu ayollik birlik shaklda, ko'plik shaklda kelib qolsa o'lsa, ko'plik shaklda kelib qolsa-mu, yana ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Bu nima uchun? Biz bu yuqori o'rgangan qoidaga to'g'ri kelmaydi desa, bu bir qoida. Aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Bu bir qoida. Masalan, as-sayyarat deb mashinalar deb ko'p mashina ko'rsatsak-mu, hazihi deb ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Yiroqda bo'lib qolsa, tilka deb deymiz, ya'ni birlik bo'yicha muomala qilamiz. Buning keldigan xabarmi qanday shaklda keladi? Ayollik birlik. Jamilatun. Jamilat deb ko'plik shaklda emas, jamilatun deb qanday shaklda? Ayollik birlik shaklda keladi. Endi bu nim bo'lsa-mu jonliq, ammo yana aqlsiz bo'lib qolsa, yana shu bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, kalbun, hada kalbun deymiz. Bu erlik shunday-ku, ammo kilabun deb ko'plik qo'ygan vaqtida, garchi bu erlik bo'lsa-mu, mayli erlik bo'lsin, mayli ayollik bo'lsin, aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlikka muomala qilgandek muomala qilamiz degan qoidaga asosan buni ko'rsatadigan igimi qanday shaklda kelishi kerak? Ayollik birlik shaklda kelishi kerak. Shuning uchun bu yerda hadihi deb ayollik birlik shaklda keldi deymiz. Mana bu bizning bugungi qoida. Buni tushungan bo'lsanglar, esinglarda bo'lsin, bu faqat ko'rsatish almashtilam emas, yoki faqat suhbatlar emas. Mayli suhbat olsun, mayli biz suhbatlamoqchi bo'lgan narsa aqlsiz narsaning ko'pligi olsun, yoki biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa aqlsiz narsaning ko'pligi olsun, qaysi xil shaklda bo'lsin, biz aqlsiz narsalarning ko'pligiga xuddi ayollik birlik bo'yicha muomala qilamiz. Suhbatlashakmi ayollik birlikni suhbatlagandek suhbatlaymiz. Ko'rsatsak ayollik birlikni ko'rsatgandek ko'rsatamiz. Bu bir qoida. Bugungi darsdagi yangi qoida shu. Endi bugungi darsdagi ikkinchi qoida qaysi deganda, asli buni tunugunroq deb qo'ysam bo'pti-ki, tunugun tatib o'sha topshiriq degan o'quvchilarniki ko'p sonda bundaq bir ikki dona xatolik sodir bo'lgan. Birisi abun axun degan mush ikki so'zga kishilik almash qo'shgan vaqtida hammanglar von akamay abukum axukum deb vosiz holatda qo'shgan. Sizlar shuni o'rgangan. Endi bugun deb qo'yishimdagi sabab nima deganda, buni qo'shgan vaqtimizda vosiz holatda emas, vov bilan akilamiz. Abun axun bilan akilamiz, vov bilan akilamiz. Nima uchun? Chunki bu abun degan, axun degan so'zning oxirida asli vov bor. Bu tushib ketgan asli vov bor. Shu vov qaytib keladi. Shunga abukum, axukum, abuhu, axuhu demak, hamma zamirda vov qaytib keladi, faqat birinchi shaxs birlik shakli bo'lgan yada vov qaytib kelmaydi. Abi, axi bu shaklda bo'ladi. Ama ummu unda qilmasa faqat abun bilan axun. Undan boshqa bir
3 tane isim var. Biz bunu o'zini o'tida ko'rgan so'zlarimiz sizlarga chiqmaydi u so'zliklar. Sizlarga chiqqan sizlar o'rgangan so'zliklardan shu abun bilan axun kishilik almashlar qo'shilsa, buning asli bo'lgan voz qaytib keladi deymiz. Yangidan qo'shmaymiz, qanaqa qildi qaytib keladi. Ammo birinchi shaxsniki yosi qo'shgan vaqtda unda olmaydi. Abi, axi bo'ladi. Mana bizningki bugungi darsdagi asosli grammatikal mazmun shu. Endi topshiriqchiga o'xshadagi yana bir xatolik nada deganda, mush topshiriqchiga vaqtda masalan antum aba'ut tullab. Sizlar o'quvchilarning dadlarimi degan jumlani ayollik o'zgartiring degan bo'lsa, bu o'quvchilar buni qanday o'zgartgan desa, faqat antunna degan kishilik almashlam o'zgartgan. Bu xato. Buningga faqat kishilik almashlam emas, shuningga munosabatli bo'lgan hammani o'zgartamiz. Masalan, antum aba'ut tullab. Sizlar o'quvchilarning dadlarimi degan bu jumla ayollik o'zgartsak, sizlar o'zgartgandek antunna aba'ut tullab xato bo'ladi. Chunki bu yerda kishilik almash ayollik, ammo sizlar degan aba erlik. Bu xato. Qana qilamiz? Sizlarning dadanglar demaymiz, vaqt sizlarning onanglar deymiz. Sizlarning onanglar deymiz. Unda o'g'andagi antunna ummahatut tullab. Sizlar o'quvchilarning onalarimi deb buni uchun o'zgartamiz. Bu tavshiqlashgandagi o'shadagi bir sodir bo'lgan xatoliklarning birisi. Unda bo'lsa bugungi darsimizdagi asosiy mazmun shu va qiyin mazmun yo'q. Shunga bugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizda asosiy mazmun boshqa mazmun yo'q. Shunga savollar bo'lsa so'ranglar. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtimizda bizning asosiy bugungi darsimizda shu aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlikka muomala qilgan muomala qilinadi. Mayli uni ko'rsatayli, mayli uni sifatlayli, mayli uni xabar qilayli, qanday qilayli, xuddi ayollik birlikka muomala qilgandek muomala qilamiz. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, abun, axun degan bu ikki ismga kishilik almash qo'shgan vaqtimizda buningda asli bo'lgan vo qaytib keladi. Nima deb qo'shamiz? Abuka, axuka, abuhu, abuha. O'shuning vo'cho birga qo'shiladi. Faqat birinchi shaxs yada bu vo qo'shilmaydi. Nima bo'ladi? Abi, axi mush shaklda bo'ladi. Demak, bugungi darsdagi asosiy qoida shu. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Agar boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizningki muzokarasi mushaygacha bo'ladi. O'quvchilar boshqa tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.